Assalomu alaykum barchaga. Imtihon markaziga yangi qo'shilgan testlarni Avtobest School innovatsion avtomaktab asoschisi Kamina Abdullajon Hashimov Abdufattohovich bugun sizlarga 5 belet tarzida, ya'ni yangi qo'shilgan savollarni yaxlit 20 talik savol qilib, 5 belet tarzida sharh berib, tushuntirib o'taman. Azizlar, bu imtihon markazidagi testlar sizga yaxlit bilet bo'yicha ko'rinishda emas, shu hozir biletlar bo'yicha ko'rinishdagidan ayrimlari tushadi, ya'ni aralash tushadi. Shularning ichidan misol uchun yangi qo'shilgan savollardan agar 3tasi tushib qoladigan bo'lsa, 17si topganingiz bilan natija ijobiy bo'lmaydi. Shuning uchun bu yangi qo'shilgan savollarni alohida biletlar bo'yicha tushuntirib, izoh berib o'taman yo'l harakati qoidalari bo'yicha. 17 yillik tajribamga asoslanib shuni aytamanki, barcha savollarni agar yo'l harakat qoidasi bo'yicha tushunib, hozir yuqorida izoh berib o'tilgandagi videoni to'xtatib, tushunmagunicha qayta ko'rsangiz, sizga imtihondan o'tish ham, yo'l harakat qoidasini o'rganish ham ancha oson bo'ladi. Birinchi savol. Tramvay relsiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega bo'lmagan holatni ko'rsating. Tramvayni bilamiz. Endi tramvaydan tashqari transport vositalari relsiz transport vositalari hisoblanadi. Ya'ni tramvay relsda yurgani uchun tramvay va relsdan tashqarida avtobus, trolleybus, tramvay, yengil avtomobil, yuk avtomobili, o'sha tramvaydan tashqari qolgan hammasi relsiz transport vositalari deyiladi. Relsiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega bo'lmagan, e'tibor bering, imtiyozga ega degan savol ham bor bu yerda. Imtiyozga ega bo'lmagan holatni ko'rsating deb savol berilgan. Xo'p, depodan chiqishda birinchi javobda depo degani ya'ni tramvayga saqlanadigan joyi, ya'ni turargoh, oxirgi bekati ham deyolmaymiz, ya'ni saqlanadigan, xizmat ko'rsatadigan joyi, uyi desak ham bo'ladi. Depoga kirishda ikkinchi javobda, uchinchi javobda har ikkisi imtiyozga ega, uchinchisi har ikkisi imtiyozga ega emas. Yo'l harakat qoidasi bo'yicha tramvay, relsiz transport vositalariga imtiyozga ega bo'ladilar, lekin depodan chiqishda imtiyozga ega bo'lmaydilar. Shuning uchun bu yerda imtiyozga ega bo'lmagan holatni ko'rsating deyilgani uchun F1, ya'ni depodan chiqishda tramvay imtiyozga ega emas. Ya'ni shu garajdan chiqayotgan, endi garaj deydigan bo'lsa, o'sha depodan chiqayotgan paytda tramvay bo'lsa ham imtiyozga ega bo'lmaydi. Lekin kirishda boshqa transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega bo'ladi. Bularni barchasini ko'rishingiz uchun Telegram yopiq kanalda 1200 ta savolga sharh berib o'tgan videolarimiz bor. Buning uchun 300 ming so'm to'lov qilasiz va barcha imtihon savollarining videolariga ega bo'lasiz. Men Hoshimov Abdullajon Abdufattohovich haydovchilik guvohnomasiga o'qitish uchun 16 yillik tajribaga egaman. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tayotgan mingdan ortiq fuqarolarimiz bor. Mana shular qatorida sizlar ham o'tishingiz uchun Telegram yopiq kanalga tavsiya beraman.